Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Alko va sizlar mendan so'ragan edinglar, Mojang Minecraft o'ynang deb. Mana hozir men uni o'ynab turibman. Next versiyasini mana bu yerda ko'rsatib qo'yibdi mana. Hozir bu Minecraftda nimalar borligini ko'rib chiqamiz. Bizda juda ham turli skinlar bor ekan. Qanaqadir narsa ve biz ulan sanki ham bo'lar ekan. Hozir biz yangi server ochib, bu Minecraftda nimalar borligini ko'rib chiqamiz. Hop. Bizda oldingi Minecraftdan ko'proq sehrli kitoblar bor va damlamalar ko'paygandek. O'qlarning ham turlari ko'payibdi. Hop, bizda endi elytra bilan totem bor ekan. Hamda endga borsak bo'lar ekan. Hop, bizdagi nomlagich bor ekan, lekin hali ham bu versiyada netherit qo'shilmagan ekan. Hop. Bizda lyuklarning hali ham turlari ko'paymabdi, lekin yotoqxonalarning turlari ko'payibdi. Hamda bizda mana bu bor. Mayoq. Hop. Bizda rudalar ham o'sha faqatgina ko'rinishi o'zgargandek menda. Hop. Menimcha qishloqlar endi bu versiyada ularni kasbli qilsak bo'ladi. Hamda bizda tuxumlar ko'paygan ekan. Qani ularni kasbli qilsa bo'larmikan? Ular hali ham rangli. Ular negadir savdolashmaydi. Ular savdolashib kelmayapti men bilan. Lekin men ular savdolashmayman. Tekshirib ko'rishimiz kerak. Shu stoli. Qani. Bam. Mana ular bilan savdolashsak bo'lar ekan. Do'stlar, mana sizlarning istagingiz amalga oshirildi. Endi sizlar ham mening istagimni amalga oshiring, iltimos. Tezroq 40 ta bo'laylik. Hozir esa sizlar bilan xayrlashaman. Hammaga